Mumayning turmudan qancha 9-qism. Nuhi hamamu Nəhayət şəfqətlik və mehribon Allah'ın ismi bilan başlayman. Assalamu alaykum və rahmetullahi və barakatuhu. Tuvanda İslam çakarları grubu tayyorlagan hicret tarixlaridan Mumayning turmudan qancha nomli asarni anglitishni boshlaymiz. كيف السكوت وهذه الأرض تجتاح Mumayning turmudan qancha Qarasam qo'polning chiroyi sag'irib ketibdi. Men qari bo'lganim bilan xilisimiz ayol edim. Ondan qo'polga, "Balam, sizlar ketaveringlar. Men bu yerda qalay" deb yig'ladim. Qo'pol qattiq varqirab, "Saromusili, qopslanmamiz. Qayta chiqayli. Sizlar faqat üst tarafga yamasizlar bo'ldi" dedi. Shu vaqtda qo'polning mijozi xuddi meni urdigandek yamaydi. Shundaqma chiqlab ketdi. Men yana yamashdim. Üstüdeki ayol meni tartdi ve mening bilimning ustidan chiqdi. Putimdan qo'pol ishtirib o'tadi. Ammo men tomning keyniga qarasam cho'nqur bir o'rak ko'rindi. Men tomga ortilgan holatda texim bek qo'rqib ketdim. Shuning bilan men tom ustida midirlamay tomga silibla turib olgandan keyin ustidagi ayol meni butunlay tom ustiga ololmadi. Ondan qo'pol tom ustidagi ayolga "Siz Mumayni shu holatda qo'yib qo'yib tomning keyniga tushib saqlab turing" dedi. Ondan o ayol keyniga sirilib tushmoqchi bo'lganda oldida tushgan ayol bolalar o ayolni qo'llari bilan sirildirib tushirgan bo'lsa-mu, pokkida olma qilgandek yerga yiqilib tushdi. Men bularni ko'rib texmi qo'rqib ketdim. Putqulim bormi yo'qmi bilmaydim. Qattiq terlab ketgan edim. Qo'pol asta putimni qo'yibdi. Men tomga silib qolgan edim. Texmi qo'rqdim. Beshimdan oqqan ter eg'zimga kiryotdi. Qo'pol birozdan keyin "Acha, qo'rqmang, midirlamay turing. Hozir sizni o'zim tom ustiga olaman" deb gap qilyotdi va yenimdagi bo'sh yerdan bekmi ko'p kuchab keynimdan tom ustiga chiqdi. Ondan meni xuddi top so'rgandek so'rab tom ustiga oldi. Bu qo'polning mush yerdan sizga gaplari to'kilib turadi. "Voy acha, vatanning hammini yavilib kelgan musili, shundoqmisiz? Bekmi g'irkalla. Agar vatanda turib shundoq yavergan bo'lsa, vatanda ocharchilik bo'lar ekan" deydi. Men tam ustida qo'polni ching tutib oldim. Ondan qo'pol meni tomning keyniga ozroq keynimcha seldirib qo'yib, pastga tushib ketdi. Ondan meni "Tushsizlar, men tutib olay" deyishga boshladi. Men qo'rqib tushishga unamadim. Ondan birozdan keyin ikki putimdan boshqalar meni pastga kuchab tortdi. Men pastga pokkada qilib tushdim. Qarsam qo'pol pastda dum yetib turibdi ekan. Men uning ustiga tushibdiman. Shunga bir yerim bek og'rib ketmadi. Ondan meni boshqa ayollar yo'lab turg'izdi. Ammo men texchi yig'layotdim. Boshqalarmi yig'layotdi. Qo'pol yerda dum yotgan yeridan ko'zlari yosh yo'qib bizga qarab, "Mana bu Malayziya. Endi qutuldinglar. Sizlar kafirlardan qutuldinglar" deb ko'zlarini yiqayotgan yoshlarni surtkash o'rnidan turdi. Biz oxiri qutulibdik deb yig'lashib ketdik. Bu vaqt qorong'u tushgan dal shom vaqti bo'lgan edi. Hammamizning kiyimlari loyiq bo'lib, ba'zilarimizni kiyimlari yitilib ketgan edi. Qo'pol, men bilan keynimdan menglar 100 metr yiroqda masjid bor. Shu yerda namoz o'qib, ondan yotoqqa borayli dedi. Biz ozroq mangandan keyin yaqin atrofdagi cho'ng masjidga bordik. Bu vaqtda odamlar shom namozini o'qib bo'lib, masjiddan qayda o'tib ekan. Biz tahorat qilib namoz o'qib bo'lib qarasak, qo'pol yo'q turdi. U yarim soatgacha kelmadi. Biz texim qo'rqdik. Keyin bir mashina olib kelibdi. Ondan biz mashina bilan yarim soat yo'l mengib, yezi bozoriga o'xshaydigan bir yerga keldik. Ondan qo'pol bizni cho'ng yuk mashinasining keyniga yushirib qo'yib, "Saqlab turinglar" deb qo'yib ketib, birdamdan keyin yotoq oldim. "Endi bugun yotoqda yotamiz. Ati inshaalloh Uyg'urlar bir yerga ketamiz" deb bizni bir kichik mehmonxonaga ilib bordi. Mehmonxona xo'jayini musulmon ayol ekan. Bizga yaxshi muomala qildi. Biz shu kuni yotoqda yotdik. Qo'pol qaysi yerda yotdi bilmayman. Atsaten soat 9larda qo'pol kelibdi. Qo'lida ko'p narsalar bor edi. Har xil tomoq va bir xaltada kiyim bor ekan. Qo'pol, "Hamshirlar, endi kafirlarning qo'lidan qutuldinglar. Malayziyaning cho'ng shahriga mangmiz, ondan boshqa Uyg'urlar bor yerga boramiz. U yerda tanishlaringlarning uyiga olib qo'yman. Hozir telefonimni beray. Yo'ldoshinglar telefon qilib salomat ekanliklaringlarni deb qo'yinglar. Ondan matamoq yeyinglar.
Ondan keyin hammanglar munchuq tushinglar. Bak purab ketibsizlar. Mana bu yangi kiyim-kechak. Buni almashtiringlar deydi. Bu qo'polning siz gaplari texi tugmagan edi. U gapning oxirida qarindoshlar, buningda hamma narsa bor. Shunga barliq kiyimlarni tashib o'tinglar. Yangi almashtirib olinglar. Avtobusda purab yursak bo'lmas deydi. Biz ma'qul deb telefonda men buvay bilan ko'rishdim. Men buvayga tas qapsizlar meni o'ltagili. Qochmay saqlab tursam bo'lmasmidi? Tas qoldim o'lgili. Shundaqmi qiynaldim deb toza koyidim. Tova, u kun o'zimning qutulug'ini unutib, shu toza jabo tatqinimni esimda chin saqlabdiman. Biz ellarni xotirjam qilib bo'p tomoq yedik. Tova qo'polni endi boshqa holda bilishga boshladik. Qo'pol bizga kichik bolalarga shundoq o'lchamli kiyim, ayollarga lichak, ishton, ondan shundoq aplik hijab ko'ylak ekapti. Shundoq qilib biz chiroyli kiyinib tayyor bo'lib o'tirdik. Tushga oz qolganda qo'pol kelibdi. Hozirning bilet yo'q ekan, ammo tushdan keyin soat 4ning bileti bor ekan. Hozir oshxonaga chiqib bilet tomoq yeb kelaylik dedi. Biz bilet tomoq yeb keyin avtobus bilan Malayziyaning poytaxtiga kelganda bizning tunishlar bekatda saqlab turibdi ekan. Qo'pol tunishlariga ko'rinmaylar, menda rozi bo'linglar. Endi mening qo'limdan keldigan ish tugidi. Meni duoyinglarda unutmanglar deb ketib qoldi. Men qo'pol ketib qarab qoldik. Shundan beri qo'polni ko'rib boqmadim. Keyin anglasam biz kelib atisi qo'pol yana Tailanddagi boshqa ayollarni olg'il ketibdi ekan. Alloh qo'polga jamoa yordam qilsin. Kashkoyatda shu yigitni bir uchratsam, necha ming qitim rahmat aytib olar edim va kechirim so'rar edim deb Mo'may qattiq yig'lab ketdi. Bizmi u qahramon yigitni bir ko'rib boqishni orzu qilib ketdik. Hurmatli o'qirman, Mo'mayning turmudan qaytishi mana mush yerda oxirlashdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.